Singillarni yo'qlab turing, ko'ngil uchun. Erkaklar eng katta yaxshilikni kimga qilish kerak? Albatta opa singlisiga. Chunki opa singillar uyga mehr olib kelguvchi. Dunyoda onadan keyin mehrni, muhabbatni ulashguvchi, oilaning nomusi, sha'ni, mayli dunyoni zebu zebarini olib bormang. Shunchaki yaxshimisan jigarim deyishga imkon toping. Zero dunyoda hamma narsa omonat. Hech qachon qayta opa singilni topa olmaysiz. Chunki onangiz sizga qayta bunday singilni, opani dunyoga keltirib bera olmaydi. Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun. Jonni kechib ketsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing, ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing, ko'ngil uchun.